O'sha tunda men shunchaki uyga bolalarimga pul jo'natish uchun ishdan qaytayotgandim. Garajlar orasidagi qorong'u yo'l mening qabrimga aylanishini bilmagandim. 9 kishi, 9 ta och bo'ri bir ojiza ayolga qarshi. Ular mening tanamni, ruhimni, borligimni loyga qorishtirishdi. Osmonga qaradim, xuddi Xudo ham mendan yuz o'girgandek tuyuldi. Tirik qoldim, lekin ichimda o'lib bo'ldim. Endi erimning ko'ziga qanday qarayman? Bu mening hikoyam, bu mening faryodim. Assalomu alaykum, mening qadrdonlarim, Momoni hikoyalari kanalining aziz muxlislari. Hammasi qanday boshlangandi? Esimda. Qishlog'imizdagi o'sha chang ko'chalar, tandirdan yangi uzilgan issiq non hidi va bolalarimning sho'x kulgusi. Erim Anvar aka dunyodagi eng mehnatkash va halol inson edilar. Biz boy emasdik, hashamatli uyimiz yo'q edi, lekin baxtimiz bor edi. Dasturxonimizda nonimiz butun, ko'nglimiz to'q edi. Lekin taqdirning o'yini qiziq va shafqatsiz ekan. Bir kunda hammasi ostin-ustun bo'lib ketdi. Anvar aka qurilishda ishlab yurib, to'satdan belidan qattiq jarohat oldilar. O'sha baquvvat erkak, oilamizning ustuni, bir zumda yotoqqa mixlanib qoldi. Bu bizning kichkina dunyomiz uchun fojia edi. Dorilar, operatsiyalar, tinimsiz xarajatlar. Yig'ganimiz ketdi, keyin qarzga botdik. Qarzlar bo'ynimizdan bo'g'ib kelardi. Har kuni darvoza taqillab, qarzini so'rab keladiganlar ko'paydi. Men bolalarimning, erimning ko'ziga qarashga uyalib qoldim. Dasturxonga qo'ygani nonga pul topolmay qolgan kunlarimiz bo'ldi. Men ketaman, Anvar aka, dedim bir kuni kechqurun chiroq o'chib qolgan qorong'u xonada o'tirib. Rossiyaga ketaman. Hamma ketyapti-ku. Qo'ni-qo'shni, tanish-bilish. 1-2 yil ishlayman. Qarzni uzamiz, uyni to'g'irlaymiz, sizni davolatamiz. Keyin qaytaman. Erimning ko'zlaridagi o'sha chorasizlik va og'riqni hech qachon unutmayman. Erkak kishi uchun ayolini, bolalarning onasini musofir yurtga, mardikorlikka yuborishdan og'irroq dard bormikan? U indamadi. Faqat yuzini devorga o'girib oldi. Yig'laganini, yelkalari silkinayotganini ko'rdim. Lekin ilojimiz yo'q edi. Toshkentdan poyezdga chiqqanimda yuragimning yarmi qolib ketgandek bo'ldi. 2 o'g'lim, jajji qizalog'im onamning bag'rida qoldi. Oyi, tez keling, biz sizni kutamiz, ko'p shokolad olib keling, dedi katta o'g'lim qo'lchalarini silkitib. Men esa faqat bosh irg'adim. Tomog'imga tiqilgan tosh gapirishga imkon bermasdi. Poyezd yurib ketdi, men esa derazadan termulib, ko'z yoshlarimni yashirmay yig'ladim. Rossiya. Bu sovuq o'lka meni bag'ritoshlik bilan kutib oldi. Katta binolar, hamma joy beton, hamma joy kulrang. Odamlarning ko'zlari ham xuddi havosi kabi sovuq edi. Biz bir yerto'lada 15 nafar ayol turardik. Havo dim, sharoit og'ir. Ishimiz undanda og'ir edi. Ertalabdan kechgacha katta oshxonada idish yuvish, pol tozalash, qora ishlar. Qo'llarim sovuq suvdan yorilib, qonab ketardi. Belim og'rig'idan kechalari uxlay olmasdim. Lekin har oy uyga pul jo'natganimda, telefon ekranida bolalarimning kulib turgan rasmini ko'rganimda, erimning rahmat, onasi, baraka top deganini eshitganimda hamma charchoqlarim chiqib ketardi. Yana oz qoldi, chida Zulxumor, hammasi yaxshi bo'ladi, derdim o'zimga o'zim. O'sha mash'um kun. Kuzning oxirlari, qishning boshlanishi edi. Kunlar qisqargan, erta qorong'u tushardi. Men ishlaydigan oshxona shahar chekkasida, sanoat zonasida joylashgan edi. Odatda boshqa ayollar bilan birga qaytardim, lekin o'sha kuni xo'jayin meni olib qoldi. Zulxumor, banket bor, bugun ish ko'p. Qolib yordam bersang, pulini qo'shib beraman, dedi u. Pul kerak edi. Bolamning qishki kiyimiga, erimning dorisiga. Rozi bo'ldim. Soat tunga yaqinlashganda ishim tugadi. Tashqariga chiqdim. Yomg'ir aralash qor yog'ardi. Izg'irin shamol suyak-suyagimdan o'tib ketdi. Ko'cha chiroqlari xira yonib turar, atrofda hech kim yo'qdek edi. Avtobus bekatiga yetib olish uchun tashlandiq garajlar orasidan qisqa yo'ldan o'tish kerak edi. Bu yo'ldan 100 marta yurganman, qo'rqmasdim. Lekin shu kuni yuragim boshqacha urardi.
Xuddi qora bulut boshimda aylanayotgandek ichimda bir vahima bor edi. Garajlar orasiga kirganimda orqamdan oyoq tovushlarini eshitdim. Shilop-shilop etgan tovushlar. Burilib qaradim, qorong'uda hech kim ko'rinmadi. Vahima qilyapsan, tezroq yur, dedim o'zimga. Qadamimni tezlatdim. Lekin qadam tovushlari ko'paydi. Bitta emas, bir nechta ekanini sezdim. Yuragim ko'kragimni yorib chiqqudek ura boshladi. To'satdan oldimdan 2 kishi chiqib yo'limni to'sdi. Orqamga qaytmoqchi bo'ldim. U yerda ham 3 kishi turardi. Yon tomonlardan yana kimlardir chiqdi. Ular ko'p edi. Juda ko'p. Chamasi 9 ta edilar. 9 ta och bo'ri. Ularning yuzlarini aniq ko'ra olmadim, faqat ko'zlaridagi yovuzlik va spirtli ichimlik hidi dimog'imga urildi. Qo'yib yuboringlar. Pulimni olinglar, mana hammasini olinglar, faqat menga tegmanglar, deb qichqirdim. Sumkamni ularga otib yubordim. Ovozimdagi titroq o'zimga ham eshitildi. Ulardan biri, eng baland bo'ylisi, xoxolab kuldi. Bu kulgi insonning kulgisiga o'xshamasdi. Bu jahannamdan chiqqan iblisning nolasiga o'xshardi. Bizga puling kerak emas, krasavitsa, dedi u bo'g'iq ovozda va menga yaqinlashdi. Shu on dunyo ko'z o'ngimda qoraydi. Qochmoqchi bo'ldim, lekin oyoqlarim menga bo'ysunmadi. Ular meni o'rab olishdi. 9 kishi. Bir ojiza, musofir ayolga qarshi 9 nafar erkak. Bu qanday pastkashlik? Bu qanday vahshiylik? Men qarshilik ko'rsatdim. Bor kuchim bilan. Tishladim, tepdim, yig'ladim, yalinib yolvordim. Bolalarim bor. Onangiz, singlingiz yo'qmi sizlarning? Xudodan qo'rqinglar, deb baqirdim. Lekin ularning qulog'i kar, ko'zlari ko'r edi. Ular insoniylikni yo'qotgan yirtqichlar edi. Biri yuzimga qattiq urdi. Og'zimdan issiq qon oqib tushdi. Boshim aylanib yerga yiqildim. O'sha sovuq, loy va qor aralash tuproqda yotib osmonga qaradim. Qora bulutlar oyni to'sib qo'ygan edi. Xuddi Xudo ham, farishtalar ham mendan yuz o'girgandek, meni ko'rmaslik uchun ko'zlarini yumgandek tuyuldi o'sha on. Keyin esa faqat zulmat. Og'riq. Cheksiz, tubsiz og'riq. Tanamdagi og'riqdan ko'ra ruhimdagi, nomusimdagi og'riq 1000 barobar kuchliroq edi. Ular navbatma-navbat 9 kishi. Mening ayollik sha'nimni, insonlik g'ururimni, onalik pokligimni toptashdi. Ular nafaqat tanamni, balki qalbimni ham o'ldirishdi. Men o'sha yerda o'limni so'radim. Allohim, jonimni ol, bu sharmandalikni ko'rgandan ko'ra o'lganim afzal, deb nola qildim. Lekin o'lim kelmadi. Azob davom etaverdi. Qancha vaqt o'tganini bilmayman. Balki 1 soat, balki butun bir umr. Ular ishlarini bitirib, meni xuddi keraksiz, iflos latta kabi tashlab ketishdi. Ketayotib yana o'sha jirkanch kulgularini eshitdim. Qorong'ulikda, yomg'ir ostida yolg'iz qoldim. Yomg'ir yuzimga yog'ardi, loyga qorishgan qonimni yuvardi. Xuddi osmon mening holimga yig'layotgandek tuyulardi. O'rnimdan turishga kuchim yo'q edi. Lekin qayerdandir xayolimda bolalarimning ovozi eshitilgandek bo'ldi. Oyi. Shu ovoz meni o'limdan qaytardi. Sudralib o'rnimdan turdim. Kiyimlarim yirtilgan, butun vujudim momataloq, iflos. Men endi avvalgi zulxumor emasdim. Men ifloslangan, bulg'angan, singan edim. Qayerga boraman? Politsiyagami? Kimga nima deyman? Meni 9 kishi xorladi, deymanmi? O'zbekchiligimizda bu o'limdan ham og'ir-ku. El-yurt oldida qanday bosh ko'tarib yuraman? Erimning, aka-ukalarimning yuziga qanday qarayman? Buzuq degan tamg'i peshonamga bosiladimi endi? Bu savollar miyamda charx urardi. Yashaydigan joyimga, yerto'laga qanday yetib borganimni eslolmayman. Xonadoshlarim uxlab yotishardi. Hech kimga ko'rinmay vannaga kirdim. Suvni ochib, kiyimlarim bilan birga dush tagida o'tirdim. Terimni shilib tashlagudek ishqalab yuvindim. Tanamdagi loyni yuvib tashladim, lekin ichimdagi kirni, o'sha iflos qo'llarning izini yuvib tashlay olmasdim. Ko'zgudagi aksimga qaradim, u yerda tirik murda turardi.
Ko'zlarimda hayot so'ngan edi. Tong otguncha yig'lab chiqdim. Ovoz chiqarib yig'lashga ham haqqim yo'q edi. Boshqalar uyg'onib qolishi, bilib qolishi mumkin. Yostiqni tishlab ichimga yutgan ko'z yoshlarim zaharga aylanib, butun vujudimni zaharlayotgandek edi. Ertasiga ishga chiqmadim. Undan keyingi kun ham. Xonadoshlarim kasal bo'lib qoldi, shamolladi deb o'ylashdi. Men esa rostdan ham kasal edim. Faqat mening kasalimni hech qanday dori davolay olmasdi. 3 kundan keyin onam telefon qildi. Ekranda "Onajonim" degan yozuvni ko'rib qo'lim qaltirab ketdi. Ko'tarmaslikka harakat qildim, lekin onam xavotir oladi deb qo'rqdim. "Qizim, tuzukmisan? Ovozing g'alati chiqyapti, tinchlikmi?" dedi onam xavotir bilan. Onalar sezadi. "Tinchlik oyi, shunchaki qattiq shamollab qoldim, ovozim bitib qoldi", dedim zo'rg'a. Ovozim o'zimniki emasdi. "O'zingni ehtiyot qil, bolam. Bu yerda hamma seni sog'ingan. Anvaring ham kunda seni so'raydi. Uzulxumorim qachon keladi?" deb yo'lga qaraydi. Anvaring. Bu so'z yuragimga pichoqdek sanchildi. Mening bechora kasalmand erim. U meni pokiza ayolim, vafodor yorim deb kutib o'tiribdi. Men unga nima olib boraman? Singan g'ururimni va toptalgan nomusimnimi? Qanday qilib uning ko'ziga qarayman? Agar bilsa, u buni ko'tara olmaydi. Erkaklik g'ururi sinadi, yoki o'zini ayblaydi, yoki mendan jirkanadi. Men qaror qildim, bu sir men bilan qabrga ketadi. Hech kim hech qachon bilmasligi kerak. Kunlar o'tyapti. Men hamon shu sovuq shahardaman. Ishga qaytdim, chunki boshqa ilojim yo'q. Pul kerak, qarzlarni uzish kerak. Bolalarimni boqishim kerak. Lekin endi men odamlardan qo'rqadigan bo'lib qoldim. Ko'chada erkak kishi ko'rsam, etim junjikib ketadi, nafasim qisadi. Qorong'u tushishi bilan vahima bosadi. Har kecha tushimda o'sha tunni ko'raman. O'sha badbashara yuzlar, o'sha jirkanch kulgular, o'sha azob. Uyg'onib ketaman, butun tanam terga botgan bo'ladi. Ba'zan o'ylayman, balki o'sha yerda o'lib qolganim yaxshimidir. Shunda hamma baxtsiz hodisa hujum deb o'ylardi. Nomusim toza ketardi, bolalarim "Onamiz biz uchun shahid ketdi" deb faxrlanardi. Endi esa men tirikman, lekin ich-ichimdan o'lib bo'lganman. Shifokorga bordim. Tekshiruvdan o'tish uchun emas, shunchaki tanamdagi jarohatlarni ko'rsatgani va ichimdagilarni kimgadir aytib yengillashish uchun. U menga achinish bilan qaradi, politsiyaga xabar berishni taklif qildi. Men rad etdim. Menga shov-shuv, sharmandalik kerak emas. Men faqat unutishni xohlayman. Xotiramni o'chirib tashlashni xohlayman. Hozir deraza oldida o'tiribman. Tashqarida qor yog'yapti. Oppoq, beg'ubor qor. U hamma narsani, hamma kirlarni yopib ketyapti. Qaniydi mening dardimni ham shunday yopib ketsa. Men Zulxumor, bir vaqtlar baxtli ayol, quvnoq ona edim. Hozir esa kimligimni bilmayman. Men taqdirning charxpalagida ezilgan, musofir yurtda xazon bo'lgan bir gulman. Faqat bitta narsa meni ushlab turibdi. Bolalarim. Ular uchun yashashim kerak. Ular uchun bu azobni, bu sharmandalikni ichimga yutib, tishimni tishimga qo'yib ishlashim kerak. Toki ular hech qachon muhtoj bo'lmasin. Toki ular hech qachon men ko'rgan kunlarni ko'rmasin. Men kuchli bo'lishim kerak. Men onaman. Lekin Xudodan so'rayman. Ey buyuk zot, bu dunyoda adolat bormi? Meni xorlagan o'sha 9 kishi hozir issiq uylarida, balki o'z oilalari bag'rida kulib o'tirgandir. Ularning vijdoni qiynamaydimi? Yoki bu dunyoda kuchlilar va vahshiylar uchun qonun yo'qmi? Javob yo'q. Faqat shamol uvillaydi. Lekin men ishonaman, qiyomat bor. U yerda har bir ko'z yoshim uchun, har bir og'rig'im uchun javob berishadi. Azizlarim, mening hikoyamni eshitib, balki yig'larsiz, balki la'natlarsiz. Men sizdan faqat bir narsani so'rayman. Musofirda yurgan ayollarni xor qilmang, ularni asrang. Ular kimningdir onasi, kimningdir singlisi, kimningdir juft haloli. Biz o'ynagani emas, bolam-chaqam deb kelganmiz.
O'zingizni va yaqinlaringizni asrang.